Siz bloger bo'lmoqchisiz, lekin sizni to'xtatadigan ayrim sabablar bor. Misol uchun, odamlar meni ustimdan kulsa-chi? Hech qachon nimagadir erishgan odam endi o'zini hayoti uchun harakat qilayotgan odam ustidan kulmaydi. Agar kuladigan bo'lsa, bilingki, bu odam sizda qanaqadir potensial ko'rdiki, yerga urishga harakat qilyapti sizni. Так что umuman e'tibor bermaymiz. Tushunarlimi? Men oldin iPhone 16 olib, keyin boshlayman. Hozir shu videoni men iPhone XS ga olaman. Mani profilimda qanaqa videolar ko'rgan bo'lsangiz, hammasi mana shu iPhone XS ga olingan. Men videolar qo'yishni boshlasam, lekin to'pga chiqmasa-chi? Boshlanishida hammada ham bo'ladi. Balki 10 ta videodan keyin, balki 50 ta videodan keyin baribir oxiri to'pga chiqadi. Eng muhimi bu boshlash va yo'lingizda umuman to'xtab qolmaslik. Yana o'zingizga savol berib ko'ring, shu kabi mayda sabablar sizni o'zingizning maqsadingizdan voz kechishingizga arziydimi? Va agar javobingiz yo'q bo'lsa, nima qilishni juda ham yaxshi bilasiz. Va menga obuna bo'ling, siz bilan birga rivojlanamiz.